Xo'p, akalar 2012-yil Spark holati tiniq turibdi. Metallari bor, konditsionerlari muzdek qilib qor haydaydi deb aytibdilar egalari. Balon holatlari o'rtacha, saka diskani. Xo'p, saka diska qo'yilganiga avtomat korobkani va saka diskasi qo'yilgan, saloni yaxshi holatda, chexol yo'q, poliga bor ekan, probiga 272 ming dedilar. Halol ekan, o'zlaring uchun ko'rib, ko'rsatib, tekshirtirib olasizlar. Kraskasiga keladigan bo'lsa, ikkita oldi eshigida kraskasi bor, qolgan joylari top-tozadilar. Orqa eshigi tonirovka qilingan. Salon holatlari yaxshi, o'zingizlar uchun bitta chexolchani qo'yib olib, mazza qilib haydaysizlar. Metallari bor, shoxchalar qilingan o'ziniki. Mashina tiniqqina, yaxshi holatda turibdi. Yili 2012, probiga 270 ming. Xo'p, avtomat korobkani sakalari qo'yilgan. Egalar nomerlari har doimgidek pastda, telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 55 million. Bozor 53 qilib bermayman. Biron nima qo'shsa beraveraman dedilar. Generalni ham chiqargan. Egalarga telefon qilib bemalol to'liqroq yana ham ma'lumot olib baraka qilsanglar bo'ladi. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin.